Farani abadogini ko'rasizlar, ichida suv o'tkazib, mana shunaqa dog' bo'lib qolgan. Ko'pincha bu dog'lar shu suv o'tgandan ketmaydi, sababi nikelni ko'chirib qo'yadi joyidan. Tepa tarafdan oqib kelyapti, mana hozir tepa tarafi ham artilgan. Endi bu qayerdan kirdi desanglar, bundan oldingi post joylagan edik, bundan oldingi postni ko'rsatgan edik, stepler urilganini. Mana bu stepler urilgan chokni ko'rasizlar hozir. Turib ko'rsataman. Stepler urilgan chokda mana bu tirishini beravergan, mana bu steplerning joyi, teshigi bu yoqqa qarab singan. Stepler urilsa mana bu shunaqa sinib ketadi. Yemashda muammo chiqargan, fari parlangan. Endi biz ham buni ochmaguncha ko'rmagan edik. Hozir ochib shishalarni tozalaganimizda ko'rib sizlarga aytamiz mana. Shuna stepler teshilgan joyi mana shunaqa sinib ketgan. Shuning uchun steplerni biz maslahat bermaymiz, baribir shisha sinib ketadi mana. Ko'p joyda mana bitta bor, yana bitta yorug' mana. Shuna stepler urilgan joydan tepasidan to'g'ri stepler uriladigan mashinalar bo'ladi. Masalan, Mercedesda ko'pincha stepler urilgan bo'ladi. Men farani o'zida zamogi yo'q, korpus bilan shisha zamok yo'q faralada bo'ladi. Stepler uradigan joyi imam do'ppayib chiqqan bo'ladi, oldiga bo'rtib, qalin bo'ladi u joyda. Stepler urganinglarda spetsialni sinmasligi uchun. Bular yupqaligi unaqa steplerni qabul qila olmaydi. Buni materiali stepler ko'taradigan material emas. Shuning uchun ozgina ehtiyot bo'linglar, mana shunaqa muammo chiqaradi. Fara parlanib, bilmayman men hozir ketadimi yo'qmi. Ketmasa, endi bitta kobaltda emas, nikel alishtirishga ham to'g'ri kelib qoladi. Mana shu dog' o'zingizga yoqmaydi.